butun dunyoga haqiqatan Afrikada urush janglar bo'lmagan sifatga qarab bu yerda aytyapti, bizlar 1 milliardga yetib boramiz deyapti. 1 milliardga. Masalan, 1,5 milliard Hindiston, 1,5 milliard Xitoy bo'lsa, Afrika xalqi shu o'zining mintaqasini olib tinchlik xotirjamlik taklif qilyaptiki, shu holatda birodarlik, do'stlik tuzgan Vladimir Putinga tashakkur bildirib, o'zining o'sha fan ilmidan qarab aytyapti va o'sishi va ularni ko'payib ketishi sifatida tinchlik xotirjamlikni taklif qo'yapti. Bu qoyil qolish kerakda, butun dunyo hayron buni gapiga. Bu gapirib o'tirgan 1 milliardga yetyapti degan maqsadda aytyapti. Demak, Afrikada tinchlik xotirjamlik sifatida qaralsa agar, bu yerda insonlarga, butun insonlarga shu onalarga bo'lgan tinchlik xotirjamlik sifatida o'zining hijobini kiyib aytib beryapti. Bunga qoyil qolish kerak. Bu haqiqatdan Vladimir Putin to'g'ri tanlagan ekan. Men qoyil qolaman. Bu zo'r gapiryapti-da, buni tinglasa agar hayratda qolish mumkin. Saboq beryapti, saboq. Это превратило Танзанию в самое быстрорастущее инвестиционное направление в Африке, приняв около 12 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций в 2025 году по сравнению с почти 3 миллиардами в 2021 году. Мы с гордостью можем сказать, что российские предприятия внесли свой вклад в эту траекторию роста. Наша торговля также остается стабильной на уровне около 4 миллионов долларов в год. Перед Танзанией стоит задача увеличить экспорт в Россию, и Россия увеличивает экспорт в Танзанию. Дамы и господа, позвольте мне упомянуть 5 основных проектов, в которых мы стремимся к партнерству с международным бизнес-сообществом. Во-первых, мы рады сообщить вам, что Танзания приступает к реализации одного из самых амбициозных проектов развития портов. Bu ko'rsatuv, bu tashkil qilgan Vladimir Putin mana o'zining bir holatida onasi farzandiga Putin deb qo'ygan. Putin emas, yo'l ko'rsat bolam, xalqqa yo'l ko'rsat deganda Putin juda ko'p joylarni aylanib odamlarning hayotini o'rganib podshoh bo'lib, Vladimir ya'ni buyuklik timsoli yo'lini ko'rsatyaptiki, mana shu onaga bo'lgan hurmati va onalarning hurmat izzatini ko'rish mumkinki, bu yerda mana Tanzaniya nimasi prezidenti ayol kishi gapiryapti va unga so'z berib, uning gaplariga quloq soling degan ma'noda Vladimir Putin shu nimani ko'rsatib beryapti butun dunyoga. Insoniyat yashaydi to'g'ri yo'l, put degani to'g'ri yo'lni ko'rsatgan Vladimir Putinning mana shu aqliga qoyil qolish kerak. Demak, tinchlik xotirjamlik holatida qarash mumkin. Masalan, Ukraina, Amerika prezidentlari bu ishni qilmaydi. Ular mana shu do'stlik birodarligini, masalan, Vladimir Putin qancha insonlarga ish beryapti-da, tasavvur qiling. Masalan, shu davlatlar bilan do'stlashib, qancha unda millat ishlaydi, qanchasi oylik olyapti o'sha yerda. Rossiya oziq-ovqat ham beryapti, yeb ichiradi, ish ham beryapti, pul ham beryapti degan sohada butun dunyo Rossiyaga, ruslarga, rusni aqliga qoyil qolyapti-da. Chunki bu yerda, Rossiyada tasavvur qilinglar, ruslarning o'zi qotib qoldi, rus xalqi hayratda qoldi. Bir bayram, musulmon bayrami bo'lganda, ko'ryapsizlar, Qurbon hayiti shunaqa bayramlar bo'lganda, yo ro'za bayramlari bo'lganda, u yerda odamning joy yo'qda, shunchalik islom dinini eng ko'p qabul qilgan, Rossiya xalqida ishlab o'tirgan insonlarni ko'rish mumkin. Bu yerda shuning uchun ham mana bu aytib o'tirgan tinchlik xotirjamlik sifatida qarab, do'stlik, birodarlik bayrog'ini ko'tarish sifatida qarayapti. Kelajakka sado beryapti bular. Kelajak bil. Bizlar odam naslidan, bizlar havo naslidan emas. Bir-birimizga bo'lgan muhabbatimiz, bir-birimizga hurmat, izzat, u millatparvarlik emas, bitta tamom, bitta yo'nalish bor. Biz uchun bitta va shu bilan tugaydi. Bu la ilaha illalloh bizni yo'q qilib bor qiluvchi sifatida
mana shu podshoni ayolini chiqarib hijobda gapirishga va ruxsat berib shu tafsirlab beryapti. Ya'ni ayollar bilan jiddiy xotirjamlik bilan shu holatda tashkil qilib qo'yib Vladimir Putin haqiqatdan shu bizni zamonamizda mana shu narsani tashkil qilib qo'ydiki, buni ko'rish kerak. Bu nimani qo'yyapti? Do'stlik, birodarlikni. Amerika qila olmaydi buni. Amerika o'zining pulini yuksaltirmoqchi bo'ldi. Ukraina ham, yahudlar ham bu ishga chetga chiqib ketdi. Chunki oilalarga yordam berish sifatida birinchi o'rinda dunyoda Vladimir Putin tursa, oilalarga ish beryapti, millatparvarishlik qilmayapti, tilni o'rgan, o'zingni qonuniga murojaat qil degan sifatda o'sha ish bilan ta'minlab hozir qancha o'sha O'zbekistonni podshosi ham Vladimir Putinni qo'llab do'stlik, birodarlik qo'yib, biz birgamiz degan maqsadda o'tiribdi. Shuning uchun ham bu yerda haqiqatdan bizni O'zbekistonda qancha insonlar borda, shu hammasi o'sha yoqqa Rossiyaga borib ishlab kelyapti. Va O'zbekistonda o'tirgan rahbarlar hech nima xalqqa ish bera olmayapti. Nima uchun? Chunki ularning aqli, farosati pastligi sifatida ko'rish mumkin. Bu yerda nimani xalqning ko'palishi sifatini bu aytyapti. Xalq bizning shu yurtimizda, bizning Afrika mintaqasida butun insonlar 1 milliard deyapti. 1 milliardga yetdi. To'g'ri, 1 milliard qo'shsa agar undan ham ko'pdir balkim. Ularni 5-6 ta davlatlarni qisqartirib o'sha sanab chiqsa undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Chunki haqiqatanda bizning zamonamizda buni nimani isbotlayapti bu yerda? Bu isboti bittaki do'stlik, birodarlik sifatida, millatlar o'rtasida do'stlik, birodarlik, savdo sotiqlarni yuksaltirish va odamlarni ish bilan ta'minlash, odamlarga qarash sifatini qo'yyapti. Va yuksalishga, hamma inson bir xil holatda yuksalishga buyuryaptiki, demak bu holatda buni tinglasanglar, bu yerda shu savdo sistemasi, birlashish sistemasida qo'ygan. Haqiqatdan Vladimir Putinning o'sha onasi to'g'ri ism qo'ygan ekan. Yo'l ko'rsat bolam, yo'l ko'rsat, sen buyuk insonsan degan maqsadda qo'yib, mana onaga bo'lgan hurmati va butun dunyoga shu men emas, bular gapirsin degan maqsadda aytib beryapti-da. Ana tinglaringlar. Инфраструктуры, включающего создание специальной экономической зоны. И это происходит всего в Qoyil qolish kerak-da, birosa qoyil qolish kerak. Hammamiz kelamiz dunyoga, shu bilan yerimizni umri tugaydi. Chiroyli qoshonalar, chiroyli maskanlar tuzadi. Faqat iymon, e'tiqod, ishonch bilan yashanglar. Yer yuzimizda balo ofatlar ko'p kelyapti. Mana hozirgi zamonda qarang, hamma joylar chiroyli holatlarga, kompyuterlar, uyga o'tirib dunyoni ko'rib bilasan. Va har kimning o'sha aql saxovatini tinglashing mumkin. Qaysi davlat qanday o'sha holatlarni ko'rish mumkin. Bu yerda podsholar, bular hammasi Xudoning yerdagi soyasi, bularga juda og'ir, chunki do'stlik, birodarlik tuzib, tinchlik, xotirjamlikni xohlaydi. Hech kimga kerak emas urush janglar, chunki urush jangni qo'zg'aguvchilar shayton holatga kiradi. O'sha Rossiyaga ham bostirib kelgan Amerika va Ukrainaning qilgan o'sha noto'g'ri harakati, yahudlarning qilgan noto'g'ri harakatda va ularga javob berdi Vladimir Putin. Savolga javob berib o'sha pasaytirib qo'ydi. Dunyoga mana bunday yashash kerak, do'stlik, birodarlik sifatida qarash. Sen bo'lmasang, men butun dunyo bilan do'stlashib, birodarlashib, tinchlik, xotirjamlik tarafdoriman degan holatda mana shunday bir holatni tashkil qilib qo'ygan. Qoyil qoling. километрах к северу от нашего коммерческого города Дар-Салам. Мы превращаем небольшой исторический торговый район в глобальный центр торговли, производства и развития морского сектора. Специальная экономическая зона Богомоя – наш флагманский проект номер 1, и мы приглашаем международные предприятия к сотрудничеству. Кроме того, haqiqatdan do'stlik va bir-biriga o'rgatib, do'stlik, birodarlikni tuzib, haqida gapirib beryapti. Bunga qoyil qolish kerak, chunki insonlar bilanda qancha yaxshilik qilsang, qancha yaxshi amal qilsang bir-biringga, hammaga odam nasli, havon nasli. Chunki aql rivojlanyapti-da.
internet zamonida hozir ana O'zbekiston podshosi o'sha seni xalq olqishlasin, senga xalq baho beradi degan maqsadda qo'ydi va xalq baho beradiki, kim qanday yo'nalishda boryapti. Demak, yo'nalishlar holatida butun dunyoda, masalan, musulmon davlat O'zbekiston bo'lsa, O'zbekistonning artistlari nima qilish kerak? Allohning ilmini o'rgatish kerak dunyoga. Arab tilida o'rgatib, kalima salovatlarni o'qib, hadichaday ilm tarqatish kerak. Boshqa soha bo'yicha ish bilan ta'minlanish kerak. O'sha holatda bu yerda ko'rsatib turgan holatda buning hijobda turishi, bu ayollarning buyugi mana shu senlar o'rnak ol, shuni hurmati uchun deganda ana O'zbekiston podshosi ham o'tirib, o'sha O'zbekistondagi san'atkorlarga ham o'rgan, hijobni kiygin, sharmanda qilmasdan dunyoga chiq, o'zingni tanit deyapti. Haqiqatdan to'g'ri, bu yerda bu qo'yilgan prikollarga ma'nosini tushunish mumkin. O'sha O'zbekiston artistlari 10 millionta artistga oylik olib yursan, Allohni zikr qilib, odamlarga ilm tarqatib, layklar olib, senlarni butun dunyo maqtashini O'zbekiston podshosi xohlayapti. O'zbekiston podshosi ham o'tiribdi, shuni ko'rsatyapti, ko'r deyapti. Böyle prikolnida bir de. Ko'r, sen ham shunday chiqib o'qi, keyin mayli qanday yursang. Sen san'atkorsan, sen tanit O'zbekistonni degan maqsadda qarang, miroviy Yevropa butun dunyo bo'yicha turganda, hozir o'zbeklar artistlar hayron. Maynasiga ichmaganda, araqini chaqadim bilan chiqib o'qimayapti-da bular. Bitta Rossiyada Adicha Magomedova mana shu o'qib, mana shunday birodarlik, do'stlikni qo'yganiga va musulmon dini buyukligini isbotini mana ko'rishlaring mumkin. Allohumma salli ala sayyidi Muhammadin adadama filmillah, salami salavatan davati bidavamil fillah. Kelamiz, ketamiz dunyoga. Shunday onalar gapirib turganda bularga hurmat, izzatni to'g'ri qo'yish sifatida ana O'zbekiston xalq artistlari ham bu dunyo ko'hna bozor emas, bu dunyoni bizga yaratdi Alloh, bir kelib ketguvchi biz la ilaha illalloh deb dunyoga o'qi. Shunda sen buyuksan. Bu dunyoga chiqayapsan, sen dunyo seni ko'ryapti. Shuning uchun bu podsho, O'zbekiston podshosi ko'rsatyaptiki, mana ko'ringlar, o'zbeklar shu aqliga qo'yib ko'ringlar degan maqsadda O'zbekiston podshosi ham mana shu yerda qatnashib, O'zbekiston ayol qizlarga, san'atkorlarga mana shunday bir holatni qo'yyaptiki, sanlar ham shu hijobga kirib o'qi. Sanlar bo'sh o'qimasang, dunyoga o'zingni tanitmasang, qanday qilib maqtanasan degan maqsadni bu yerda ko'rish mumkin. Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah. Haqiqatdan-da bu haqiqat.